Titanikdagi eng keksa qahramonni gavdalantirgan Gloria Stewart yoshligida qanday bo'lgan? Bugungi roligimiz orqali aktrisaning ijod yo'liga nazar tashlaymiz. James Cameronning filmida Rose'ning keksayganini gavdalantirgan Gloria Stewart Oscarga va Oltin Globus mukofotiga eng yaxshi ikkinchi darajali aktrisa sifatida nomzodi qo'yilgan. Biroq har ikki mukofot ham Los Angeles sirlari filmidagi roli uchun Kim Basingerga nasib qilgan. Ammo Stewart shunda ham faoliyati e'tirof etilganidan mamnun bo'lib qolgan. Titanikda 87 yoshida suratga tushgan aktrisa 1910-yil 4-iyul kuni Santa Monikada dunyoga kelgan. Uning karyerasi orada uzilishlar bilan 70 yil davom etgan. Bu muddat davomida u teatr, kino va televideniya yulduzi bo'lishga ulgurgan. Glorianing kino sanoatdagi debyuti 22 yilda bo'lgan. Uning ilk katta loyihasi Universal Studios kompaniyasi bilan hamkorlik bo'lgan. Gloria Stewartning karyerasi asta-sekinlik bilan rivojlangan. U eski qari uy, ko'rinmas odam, ko'zgu oldidagi bo'sa filmlarda ishtirok etib, rejissyor James Whale'ni o'ziga maftun qilgan. 1930-yillar Gloria uchun juda ham samarali kechgan. 1933-yildagina uning ishtirokidagi film premyerasi bo'lgan. Shu bilan u 10 yil ichida 28 ta kartinada suratga tushgan. Uning karyerasiga Ikkinchi jahon urushining ta'siri bo'lgan. Og'ir yillar davomida Gloria deyarli suratga tushmagan. Qolaversa, qizini katta qilish kerak bo'lgan. Kun ko'rish uchun u mebel do'koniga sotuvchi bo'lib ishga kirgan. 1940-yillar o'rtalarida Gloria kinoga qaytgan. Ammo u karyerasining eng omadli davrdagi singari ko'p rol ijro qila olmagan. Oradan bir necha yil o'tib esa u suratga olish jarayonlaridan charchaganini ma'lum qilgan. Keyin 30 yil davomida u kitob yozish, rassomchilik bilan shug'ullangan. U tomonidan chizilgan kartinalar New York, AQSh va Yevropaning boshqa yirik shaharlarida galereyalardan o'rin olgan. Kitoblarini esa uning o'zi chop etgan. Adadi kam bo'lgan kitoblardan tushgan mablag' kundalik xarajatlar uchungina yetgan. Dam olganidan keyin 1975-yilda katta ekranlarga qaytgan aktrisa 1982-yilda Mening eng yaxshi yilim filmida suratga tushgan. 1997-yilda esa James Cameronning Titanic filmida rol ijro qilish uchun taklif qilingan. Bir haftalik faoliyati uchun suratga olish maydonchasidagi 87 yoshli keksa aktrisa $10,000 ga ega bo'lgan. 1998-yilda Titanic filmi uchun 11 ta Oscar mukofoti berilgan. Gloria Stewart esa People jurnalining dunyoning eng maftunkor 50 odamlari ro'yxatidan o'rin olgan. Oradan bir yil o'tib uning Men faqat umid qilishda davom etaman nomli avtobiografiyasi taqdim etilgan. Shundan keyin uning sharafiga G'alaba xiyobonida yulduzcha qo'yilgan. 2004-yilda Gloria so'nggi marta suratga tushgan. 95 yoshida unga o'pka saratoni tashxisi qo'yilgan. Shunga qaramay u jiddiy kasallikka e'tibor bermaslikka uringan. Yosh sabab suratga tushmay qo'ygan va kamdan kam hollarda intervyu bergan aktrisaning 100 yillik yubileyida boshqa yulduzlar qatorida James Cameron ham ishtirok etgan. U 2010-yil 26-sentyabrda 100 yoshida nafas yetishmovchiligidan vafot etgan.